Ko'rmanman ish qilib, hammaga assalomu alaykum. Koridor uzunligini qaraydi. Bitta kvartiraning koridori shunchalik katta. Aslida uyga kiradigan eshigimiz, pod'ezd eshigimizdan shunday kirganda o'ng qo'lda kattagina shkaf men qaraydi. Juda ham akkuratni, top-toza qilingan. Mana bu oyoq kiyim kiyish uchun ham alohida joylari qilingan. Bu kvartiramiz sotilyapti aytgancha. Yashnobod tumani, Farg'ona yo'li. Shunda uzbunni oldidagi birinchi liniyadagi Novostroyga oynalarimizni dvorga qaragan. Tak, bu yerda ham kattagina shkaf, mana tokchalik qilingan. Juda ham ajoyib qilingan, ko'raydi. Proyekti juda ham zo'r chiqqan, 4 ta xonali kvartira, 145 ming kvadrat metr, 4-qavatda joylashgan. Tak, bu yerda to'rida kattagina oyna. Chiroyli kartinkalar, podsvetkalar, hammasi ajoyib qilingan. Kvartiramiz bo'lib yurib kelar ekanmiz, polniy doroshkalar tashalgan. Kvartiramiz absolutni yengil, hech kim yashamagan. O'ng qo'ldan boshlaymiz. Loft eshikli, loft dizaynli eshiklarimiz qilingan. Bu yerda zalimiz joylashgan. Zalimiz ikkita qismga bo'lib qo'yilgan. Ovqatlanadigan zona 5 kishi uchun va bu yerda mягкий divanli zonamiz. Albatta maza qilib plezir ko'rib o'tirish uchun chiroyli qandillarimiz ham ilib qo'yilgan. Zalimiz juda ham katta. Bemalol переделка qilib kattaroq stol qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. Keldi bitta balkonni four-story. Do'rlarni ham bitta ko'rsanglar. Marhamat, balkoni bor. Do'ri juda ham katta ko'rayotganingiz. Zakrytый do'r. Begona odam kirib chiqavermaydi o'zidan o'zi. Kattagina gilamlar tashalgan. Remont yaxshi chiqqan. Menga yoqdi to'g'risi. Bundan keyingi xonaga o'tamiz. Bu yerdan xuddi shunaqa loft eshikli. Bu yerda oshxonamiz joylashgan bo'lyapti. Oshxonamiz ham juda ham katta. Ovqat tayyorlash uchun hamma shart-sharoitlari bor. O'rtada ovqatlanadigan zonalargacha qilib qo'yilgan. Bu yerda idish so'yadigan mashinkalargacha bor. Hoffman brendiga tegishli texnikalar qo'yilgan. Xolodilnikimiz ham двухкамерный xolodilnik, kafilda qilingan. Hamma narsasi akkuratni ko'rib turganinglar. Mikrovolnovka pechka ovqat tayyorlashimiz uchun uyimizdagi birinchi sanuzli. Bu yerda vanna ishlatilgan, kir mashinalari ham shu yerga joylashtirib qo'yilgan. Hammasi akkuratni, xudo xolisa. Tak. Chap qo'limizda spalnyamiz. Детский spalnya bo'lyapti mana. O'ng qo'lda shkaf, konditsionerlari. Tak, bitta bolaga mo'ljallangan hamma shart-sharoitlari bor. Manimcha yetadi. Endi uyimiz uchun umumiy bitta garderobni qilib ketilgan. Ikki tomonlama shkaf, ko'rib turganingizdek, podsvetkalar hammasi akkuratni qilingan. Endi chap qo'ldagi yana bitta spalnyaga o'tamiz. Marhamat, spalnya ko'raydi, juda ham katta. Chiroyli qandillar ilib qo'yilgan. Juda ham katta. Menga shaxsan rosa ham yoqdi. Spalnya juda ham keng ekan. To'g'risi katta struyni shkaflar o'rnatilgan bu yerga. Bo'yanish uchun make-up zonamiz, ayollarimiz uchun. Bu yerda alohida tumbalarimiz ham bor. Chiroyli kartinkalar har bitta joyda alohida e'tibor berib, did bilan qo'yilgan, ilingan to'g'rirog'i. Tak, oxirgi spalnyamiz, marhamat. Kirganda mana bu yerda yana alohida bitta spalnyamiz. Chiroyli akkuratni kravatlarimiz, hamma narsasi make-up zonalari juda ham akkuratni qo'yilgan. Xullas, bu kvartiramiz shunaqaki, shunday kiyim-kechaklarni olib kelib bemalol yashaydigan variant qo'yilgan, tayyor, ortiqcha ish qilinmaydi. Chiroyli bu yerda oynali shkaflarimiz ham bor. Bu xonamizning o'zining ichida alohida sanuzli ham bor albatta, dushovay kabinali qilingan. Tak, bu kvartiramiz sotilyapti. Yashnobod tumanida bo'ldi, Farg'ona yo'li, uzbunmi shunda orqasida 4-qavat 145 kvadrat metr. Narxini pastda qoldiramiz. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib, podдержка qilib qo'yasizlar. Salomat bo'linglar.